savol ketdi bizaga, o'sha avtorskiy eron toshini toshga o'xshab gilansini yaltiratib chiqara olmaysanmi degan savol bo'lib qoldi. Biz nimaga chiqara olmas ekanmiz? Usta bolalarimiz, stajimiz bor, ozgina boshga qo'yib o'ylab chiqarsak bo'ladi-ku dedi. Shu narsani chiqardik. Eron toshni xohlasangiz, yaltiragan toshga o'xshagan glansni chiqarib beramiz. Hozir faqat 50% bitgan holatini ko'rsataman. Kuzatib tursanglar, vaqtim bo'lmayapti. Polniy obzorni qo'yib beraman dog'lari bilan. Hozir 50% ish bitgan. 50% bitgan holatda ham uje sizlarga toshni ko'rsatib beraman. Mana. Bu kichkina joy bo'lgani uchun mana shunaqa obraz berdik. Asalarni ini qilib, mana shunaqa obraz yaratdi. Mana. Aksini ko'ryapsiz. Xuddi shu narsa chiqadi. Bu imенно betga zo'r qilib ishlangan narsa emas bu. Sizning uyingizda ham takrorlanadi agar. Lekin hali bitmadi. Bitosini keyin ommaga olib chiqamiz bu narsani. Ya'ni yuvilishini ham ispitaniya qilishimiz kerak hali buni.